Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana bugun sizlar bilan qo'tir, kilish shunaqalar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Avvalo quyonga qo'tir tushsa, qo'tir oyog'iga, tumshug'iga, qatlariga, quloqlariga tushadi. Nima qilish kerak? Quyon bo'g'oz bo'lmasa, ivermektin uriladi vesiga qara, vesiga 0,1 dan, ya'ni quyon 5 kilo bo'lsa, 0,5 ya'ni yarim gram yelka qismiga, teri ostiga yoki vet aptekada yam degan maz bor, o'shanda surtib tursa ham bo'ladi, 2 mahal o'sha qo'tir bo'lgan joyiga. Keyin quyonni quloqida, ya'ni kilish degan narsalar bo'ladi. U ham yomon narsa. Kilishni kilishga qarshi ivermektin qilsa ham bo'ladi, lekin yo'q, ukol qila olmayman deganlarga vet aptekada bars degan tomchi dori bor. O'shanda 2-3 tomchidan tomizdirib qo'yiladi quyonlarning qulog'iga. Albatta yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p, qo'tir bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Ya'ni qo'tir, kilish bo'lmasligi uchun quyonchalar albatta quruq joyda turishi kerak. Quruq joyda turish kerak quyonchalar albatta. Ya'ni iloji boricha mana setkada tursa juda yaxshi bo'ladi. Siydiga ham, axlati ham albatta ketadi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, iltimos sizlardan, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar, layklarni bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Albatta kommentariyalarda yozib qoldirasizlar. Biz sizlar bilan inshaalloh juda foydali videolarni yana chiqarishga harakat qilamiz. Hozir mana bu quyonchalarimiz necha kunlik bo'ldi, ko'rsatib o'tamiz. 18 fevral tug'ilibdi bular. Karlik baranchalarimiz bular. Mana bu onasi. Bir qator endi quyonxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda samka quyonlarim, ya'ni tug'ishga yaqin quyonlarim turadi. Boshqa xonalarda erkak quyonlarim boshqa xonada turadi. Albatta kommentariyalar yozib qoldiringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Bu quyonchalarimiz inshaalloh sotuvga chiqdi. Karlik baranchalarimiz quloqlari tashlashni boshlagan. Hammaga rahmat. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin.